Qizimiz sizga nimasi yoqmadi? Soqov bo'lmasa, tilli jag'li bo'lsa. Bilasizmi singlim? Oyijon degan bilan ish bitmaydi-da. Mana siz qizingizni mendan ham yaxshi o'zingiz bilasiz. O'zingiz tarbiyalagansiz. Shirin so'z gapirishga o'rgatibsiz-u, bundoq bir uy ro'zg'or ishlariga o'rgatmabsiz. Menga unaqa o'zini kasalga soladigan ayyor kelin kerak emas. Shu tili jag'iga sarflagan kuchini yarmini ishiga sarflasa yaxshi bo'lardi-ku. Quruq mulozimat bilan ro'zg'or yurg'izib bo'lmaydi-ku. Uy ishlarini qilishga yaramaydi. Gap desa, qizingizni oldiga tushadigani yo'q. Nima? O'g'lim bir umr shunaqa epsiz xotin bilan o'tadimi? Mayli unday bo'lsa, kuyovim kesillar. Ular nima desalar, shu bo'lsa kerak. Yig'lab telefon qilsa yuragim yorilaydi-deya. O'g'lim men aytganimni qiladi. Xavotir olmang. Men ko'rib, bilib turib o'g'limni umrini zaharga aylantira olmayman. Men onaman. Unga nima yaxshiligini juda yaxshi bilaman. Hozir eng to'g'ri yo'l qizingiz bilan yashamasligi. O'g'limni birini ikki qilmaydigan kelin menga kerak emas. Yo'q, opajon menga qarang. Oyijon deb sizni ko'nglingizni olsa, yomon gapirmasa, og'zidan bironta yomon gap chiqdimi? Sizni behurmat qilgan joyi bo'ldimi?